Antikorrupsiya. Assalomu alaykum. Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi hamda Jahongir To'laganov kanali aziz obunachilari. Salomatmisiz? Bizning murojaatlar bo'limimizga juda ko'p shakldagi, juda ko'p mazmundagi murojaatlar kelib tushadi. Hozirgina biz ushbu efirni demak amalga oshirishga qaror qildik. Hozirgina bir murojaatchimiz tomonidan ajoyib bir shikoyat kelib tushdi. E'tiboringizga havola qilamiz. Qo'ng'iroq qilyapman. O'zlaridan eshitib ko'ramiz. Holat o'zi nima ekan? Albatta bu sizni qiziqtirib qo'yish tabiiy. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalom. Opajon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, yaxshi. Jahongir To'laganov kanalidan Alisher ismim. Murojaat qoldirgan ekansiz. Qoldirdim. Aha, shu murojaatni hozir efir yozib olinyapti. Shu jarayonda aytib bera olasizmi? Aytib beraman. Marhamat. Men Buxoro oblast Olot rayonidanman. Otim Sevincheva Nigora. Xo'p, Nigora opa. 27-oktyabr kuni 70lik 108 35 47 telefon nomeridan telefon keldi. Xo'p. Telefonni oldik, ko'tardik. Kim bu desak, nima Al-Hadaya nimadanman dedi. Al-Hadaya ana bu Kompaniyasidan. Xo'p. Shu joydanman dedi. Bizlardan dedi 370 mingga dori sotib olan ekaningiz dedi. Bizlar u dorini sotib olanimizga 2 yil bo'ladi. Ha, demak haqiqatdan ham sotib olgansiz ushbu dorini. Ha, sotib olanman, lekin 2 yil bo'ldi-da. Shunday aytdim 370 mingga Qarako'l stansiya avtovokzaldan chiqib olansiz. 370 mingga ha oldik. Shunga dedi, boshlig'imiz sizlarni tanladi dedi. Shu Qarako'l tumanidan nima stansiyadanliklaringiz uchun dedi. Aksiya bo'lib o'tibdi dedi. Shu aksiyaga boshlig'imiz sizlarni tanladi dedi. 5 ta yutug'imiz bor dedi. Shundan birini tanlang dedi. Men xo'jayinim bor yonimda, telefon xo'jayinimga berdim. Son xo'jayinim ha nima desa, shunday 5 ta yutuq bor. Nima yutuqlar ekan ular? Son 1 2 3 4 5 ta yutuq dedi. Birta sonni tanlang dedi. Hay dedik. Xo'jayinim 4 dedilar. 4 desalar, aytdiki 1 dedi Toshkentdan Toshkent Citydan 3 xonali uydi dedi. 2 dedi Gentra mashinasida dedi. 3 Cobalt dedi. 4 Damas akajon dedi. Damas yutdingiz dedi. Endi bizlar hayron. Ha, mayli Damas siz dedi Damas yutdingiz dedi. 5-inchisi nima ekan, opa? 27-oktyabr kuni. Ya 5-inchi 4 ta yutuqdan 5-inchisi nima ekan? 5-inchisi idish tovoqlar to'plamidi dedi. Aha. Demak, Damas avtomobili yutdingiz degan sizga xabar berildi. Ha, yutdingiz dedi. So'ng aytdilar-ku, siz qayerdan nimangizni bering, otingizni bering dedi. Bizlar Damazni dedi, otingizni registratsiya etishimiz kerak dedi. Xo'sh. Damazni dedi, bizlar televideniya bilan borib, uyingizga olib borib dedi. Mahallangizga boramiz, birinchi mahalla bilan televideniya bilan uyingizga olib boramiz dedi. Xo'sh. Hay dedik. So'ng polna bu yozib oldi bizning adresimizni Buxoro oblast Olot rayon. Xo'p, keyin nima bo'ldi? Mana oradan necha kun vaqt o'tdi? Keyingi holat nima bo'ldi, opa? Keyin aytdilar-ku, 1-chislo kuni dedi, mahallangizga borib, mahallangizdan dedi, uyingizga boramiz dedilar. Hay dedik. 1-chisloni kutdik. Hech qanaqa gap yo'q. So'ng 1-chislo kelganlardan keyin telefon ursak aytdilar-ku, muammo chiqib qoldi, uzrli sabablarga ko'ra dedi. 10-noyabr kuni olib boramiz opa dedi. 10-noyabr kuni kutinglar dedilar. Hay dedik. So'ng xo'jayinim aytdi, men davlat ishida ishlayman dedi. Sizlar uncha joydan kelsangizlar, men 15 kun ishda bo'laman. Agar keladigan bo'lsangizlar, men telefon uraman, mana anig'ini aytinglar, men ishdan qolaman javob olib dedilar. So'ng hay dedi bular. So'ng Aniq, ya'ni borishimiz aniq, avtomobilni borib topshirishimiz aniq degan mazmunda javob berishdi, to'g'rimi? Ha. Borib mahallangizga borib dedi. Mahalla bilan televideniya
siz televideniyaga olamiz dedi. Topshiramiz size dedi. Bizlaring dedi 78 ming dedi. Nimaning Alhadayaning nimasi bor dedi. Mashina yopishtiramiz, shuni olmang, 1 yil haydang dedi. Nima 78 ming? Aniqlik kiritib o'ting. 78 ming nima dedi? Ana shu Alhadaya firmamizning dedi, nimasi emblema nakleykas bor dedi. Mashina yopishtirib beramiz sizga. Hop. Hay dedik. Shu bilan bu 10-noyabr kutdik. 78 yoshda qaynotam bor. Telefon ursak aytdi-ku 9-noyabr kuni kechda Buxoroga yetib boramiz opa. Buxoroda dam olib, ertalab uzoq soat 9gacha uyingizga kirib boramiz dedilar. Hop. Bu orada opa, qarang, orada siz o'tgan vaqt davomida necha marta qayta qo'ng'iroq qildingiz ushbu raqamlarga? Qayta qildim. Har safar qo'ng'iroq qilganingizda ular sizga javob berishdi. Bermagan vaqti ham bo'ldi, javob berdi ham. So'ng ismi nima ekan? O'zini kim deb tanishtirdi? ana shu nimaning ish yurutuvchisiman. Ish yurutuvchisi ismichi? Ismini nima degan? Ismini bilmadim men. Demak, erkak kishi telefon qilgan, to'g'rimi? Ha, erkak kishi. Xo'p, opa, men savol beraman. Demak, ushbu jarayonlar davomida sizdan qanaqadir to'lov qilish yoki umuman siz tomoningizdan qanaqadir harakat qilish to'g'risida sizga bildirish berildimi? Narigi tomon. So'ng aytdi, bizlar dedi, endi bizlardan bitta dori sotib oling siz dedi. Bizlar dedi, televizor olgan vaqti dedi, mana yana dori sotib oldilar. Tushunarli. Deb aytayli dedilar. So'ng qanaqa dorilar bor dedim. Endi menda sag'ir kasalligim bordi. Hop. Hamma kasalligiga dori bor dedi. Qanaqa? Menga aytman, sag'irga qarshi dori kerak dedim. So'ng aytdilar, sag'irga qarshi dori bor. Qaysiz dam yutdingiz, aksiya bor dedi. $400 dedi. Sizga dedi bu dorini 2,5 million uzatamiz dedi. Ha. Siz nima qildingiz keyin? Hay deb men ishondim, bu dorini ham oldim. Demak, 2,5 million so'm siz to'lov amalga oshirib berdingiz dori uchun. Ushbu raqamlarga. Hop. Dori keyin sizga yetib keldimi? Nima bo'ldi? Dori yetib keldi, taksichi keltirib berdi. Demak, avtomobildan avval dori yetib keldi, to'g'rimi? Ha, dori yetib keldi. Xo'sh. So'ng taksichiga aytdim, bu dorini kimdan olding, qayerdan olding? Menga keltirib berdilar. Ama nima dori tarqatish logopediya nima degani dedi. Ismi Sardor dedi. Shu keltirib berdi opa dedi. Bir joyning odami bizlar men aytdim, yomon ahmoq aytibdilar, damaz yutdingiz deb aytdilar dedim. So'ng opa men bilmayman dedi. Ana shu 100 nima 50lik 017 52 63 raqamga telefon ursangiz aniqlab beradi dedi. Siz qo'ng'iroq qildingiz qaytib. So'ng bu raqamga telefon urdim. Telefon ursam ko'tardi. Ismim Sardor dedi. Qayeri bu desam, dori yetirib berish logopediya shunaqasi dedi. Hay. So'ng men aytdim, men ana shunday dedim. Menga shunday damaz yutdingiz deb aytdilar. Ana shunday dorimiz bor, oling deb aytdilar. Men shu dorini oldim ukajon. Endi menga 10-shifla kuni damaz keltirib beramishlar. Shu gap rostmi, yolg'onmi, aniqga yetib bering menga dedim. So'ng hay opajon dedi. Ertaga soat dedi 5 dan keyin telefon uring, men sizga aniqga yetib beraman dedim. Mayli dedim. Bugun esa soat 5 dan keyin telefon ursam ko'tardi bu bacha, aytdi. Opa dedi, haqiqatdan siz damaz yutibsiz dedi. Sizning otingizga damaz registratsiya etiqli to'xtagan dedi. Sog'ish 10-chislolaracha sizga yetib boradi damazingiz dedi. Haqiqatdan rost ekan bu gap dedi. Mayli, rahmat ukajon dedim. Hop. So'ng bu 10-noyabrga qarab qaynotam ular kelsa Toshkentdan, ular televideniya bilan kelsa, sening ovqating kutib o'tirmaydi, davay shappas so'y bir moli, bizlar bir tamoli so'ydik. Demak, qo'y so'yib kutib o'tirildi mehmonlar. Ha, hamsayalar hammani chaqiribman kelib kutib o'tiribmiz. 8da kelajak odam 9 bilan 12 bilan yo'q, imsin. Xo'p, keyingi bosqich nima bo'ldi, opa? Keyin
nimaga bunday aldadilaringiz? Men sizlardan damas so'radim. Nimaga bunday ahmoq aytyapsizlar desam, yo'q opajon, bizlar ahmoq aytanimiz yo'q. Men ham bir ish yurituvchi odamman. Menga boshlig'im shu narsani aytdi. Men aytdim, sizlarga telefon qo'ng'iroq dedi. Hozir dedi Xorazmdan dedi. Nimamizni dedi, firmamizni dedi, bir opa. Demak, turli xil bahonalar, har xil vaj karsonlar sizga ko'rsatilmoqda, to'g'rimi? Shu paytgacha oxirgi marta opa qachon gaplashdingiz? So'ng oxirgi marta qachon desam, xullas siza aniq 1-dekabr kuni mashin boradi opa dedi. Bizlar yolg'on gaplamaymiz dedi. Bizlar yolg'on gaplab sizdan qarzimiz bormi dedi. Xullas yana mana bugun 1-dekabr. Yana o'zimcha Bugun gaplashdingizmi, demak? Bugun 1-dekabr. Bugun qo'ng'iroq qildingizmi? Telefonini bu 70lik nomer polna o'chirib qo'yan. 50lik nomer ishlab o'tiran, lekin telefonimni ko'tarmaydilar. Xo'p, sizga qo'ng'iroq bo'lgan nomerlarni, raqamlarni qaytadan aytib yuboring. Yozib qo'yamiz. 70lik 70lik 108 108 35 47. 35 47. Ikkinchisi 50lik 50lik 017 52 63. Tushunarli. Demak, bugun 1-dekabr sanasi ushbu raqamlarga qayta qo'ng'iroq qildingiz. Bugun ham. To'g'rimi? 50liga gudok ketadi, ko'tarmaydi. Xo'p, opajon, biz uchun vaziyat tushunarli. Keling, men sizga bitta ikkita yana savol beraman. Demak, ulardan o'sha 2,5 million so'mga dori sotib olganingizdan so'ng yana sizga qanaqadir shunga o'xshash takliflar bo'ldimi? Yo'q, faqat damazni olib boramiz. Haqiqatdan bizlar sizga yolg'on gaplamadik. Yutdingiz, otingizda damaz bor, registratsiya etilgan. O'zini demak Sardor deb tanishtirgan bittasi bilan gaplashgansiz, to'g'rimi? Ikkinchisini ismi nima dedingiz? Nargisning ismi? Nargisning ismini so'ramanman-da, 70lik nomerdagini Tushunarli. Endi opajon, o'zingizni batafsil tanishtiring. Familiya, ism, otangizning ismlari, qaysi viloyatdan, qaysi hududdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Batafsil ayting, efir yozib olinmoqda. Buxoro oblast, Olot rayon. Buxoro viloyati, Olot tumani, xo'sh. Kattabayot mahalla. Kattabayot mahalla. Sevincheva Nigora. Nigora opa, Sevincheva. Opa, demak, biz hozir ushbu efirni yozib olyapmiz hamda o'zimizni kerakli tavsiyalarimizni berganimiz holda bu narsani zudlik bilan efirga chiqarishga harakat qilamiz va demak, bu bo'yicha tegishli mutaxassislar ish olib borib, masalaga oydinlik kiritishadi, opa. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Demak, katta ehtimol bilan ushbu vaziyatda qandaydir firibgarlik sxemasi borga o'xshayapti. Albatta, bunga huquqni muhofaza qiluvchi organlar, boshqa bir tegishli tashkilotlar baho berishadi, opa. Sizni raqamlaringiz bizda bor, aloqada bo'lasiz, o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz yoki tegishli bir tashkilotlardan qo'ng'iroq qilishadi. Bo'ladimi, opa? Mayli, rahmat. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat. Salomat bo'ling. Qadrli kuzatuvchilar, ko'rib turibsiz, bo'lgan voqea, bo'lgan vaziyatlarni eshitdingiz, bildingiz. Bu borada biz nima deyishimiz mumkin? Demak, shu kunlarda juda ham, demak, ijtimoiy tarmoqlar orqali, Telegram messenjeri orqali uchrayotgan firibgarlik, demak, sxemalari ish bermagan ko'rinadi. Qanaqadir boshqacha uslublar bilan ochiq oydin telefon raqami orqali O'zbekiston hududidan turib boshqa bir fuqaroga qo'ng'iroq qilib, mana ko'ryapmizki, demak, qandaydir miqdordagi dori vositasini sotish uchun, demak, avtomobil yutishganligini to'g'risidagi xabarni berib, hattoki o'sha mahalla ko'y oldida, qarindoshlar oldida bir oydan oshiq vaqt davomida, demak, bular bilan qandaydir mushuk sichqon o'yinini o'ynashyapti. Qandaydir shaxslar, albatta bu borada biz Ichki ishlar vazirligidan so'rab qolgan bo'lardik. Ushbu murojaatni o'rganib chiqqan holatda aynan mana qayta qo'ng'iroq qilinganda ham ushbu raqamlar javob bergan, bir necha marta gaplashilgan. Ya'ni bu O'zbekiston hududida amalga oshirilayotgan qandaydir
sxema, qandaydir yolg'on, qandaydir bir holat. Albatta bu borada biz Ichki ishlar vazirligi tizimidagi huquqni muhofaza qiluvchi organlardan holatni o'rganib chiqib, ushbu holat aslida nima bo'lganligini, o'sha natijasini bildirishlarini so'ragan bo'lardik. Albatta O'zbekistondagi fuqarolarning huquqlari ta'minlanishi umuman qonun ijodkorlarini, qonun himoyachilarini va xususan biz jurnalistlarning vazifamiz. Qadrli do'stlar, demak, sizga bo'layotgan turli xil qo'ng'iroqlar yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali siz bilan bo'lishayotgan qandaydir yozishmalarga juda ham diqqatli bo'ling, e'tiborli bo'ling. Mana hozir ko'rganingiz murojaatchimiz opamiz ham juda bir qiziq holatda, juda bir hayron qolarli darajadagi, demak, biz qanday izohlashni ham bilmay turibmiz, holatda Damas avtomobilini yutganlari bildirilgan holatda o'sha 2,5 million so'mga dori mahsulotini sotishga borilyapti. Nahotki shunday bir xalqqa, shunday bir-birini aldaydigan qandaydir insonlarga biz aylanib qoldikmi? Albatta fikrlaringizni izohlar qismida yozib qoldiring do'stlar. Sizda ham shunga o'xshagan holatlar bormi, mavjudmi, bo'lganmi? Yoki bo'lmasa qandaydir huquqlaringiz buzilayotgan bo'lsa, bizga demak ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat yuborishingiz mumkin. Doim o'zingizni ehtiyot qiling va har bir ishni qilayotganda, har bir insonlar bilan gaplashayotganda o'zi nima qilayotganligingiz haqida chuqur o'ylab ko'ring. Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi O'zbekistonda korrupsiyaning turli xil ko'rinishlari bo'lmasligiga va jinoyatchilikning har qanday turiga, ildizlariga bolta urishga harakat qiladi. Salomat bo'ling. Антикоррупция.